Yangshandagi azmatlar ichida Guldor Shayx Lujishin hammadan kimni eng yoqtirdi, eng yaqin ko'rdi. Hargizmi Linchung emas. Undaqda yana kim mushu Lujishinni eng yaqin ko'rdi, eng cho'ng bildi? Amra yenilar Linchung emas va yoki Wusong emas. Balki Haydar Yigit Shijin. Lujishin bo'lsa, bu yerdagi bu Haydar Yigit Shijinning hayotidagi bir o'shansi. Bu Shijin qarsak bu nayt yaxshi o'qimishli, ham qo'llilikdan bor bir oilada cho'ng bo'lgan. Buning oilaliklarimi buning bir yaxshi o'qib, o'z tashrifdorlikda o'tib mushar bir amaldor bo'lishini o'ylagan. Ergizmi bundaq alamdor o'q haqla urush mushush biladigan bunda qaraq cho'p qilishini qat'iy o'ylamagan. Lekin bu Shijin qarsak kichigidan tortib o'zi nayzikaltak o'yin tushqa Muşundaq alam mart ögünüşki iştiyoq bağlıgan yerismen bir jigit. Biroq ailelikler bunun qarşı-qarşıqa bu eng dastlab bu maharatni özlügidan ögündü, özlügidan alam martdan ögünüp çeniqidi. Hergizmi bir Shaolin ibodatxonasi va yoki qo'yanjaga shogird kirgan emas. Muşundaq kunlarning birisida hamda bu yiliq Wang Jin Wang mashg'uli bilan bir ko'rish fursati muyassar bo'lib qoldi. Başta bu yer Wang Jin ancha ko'z bilmaydi, kin Wang Jin bilan tutishib baqqandan keyin bu yerga Wang Jinning martining ustun ekanligini, o'zining uning oldida bir yaramaslan bir uya bir yerden ögünü vagan bir maharet kelgini his qilib, bunu usta tutdu. Hem qizg'inlik bilan bu Wang Jindan bir mezgil alam maharet ögündü. Lekin bu yerda Wang Jin bu Gauchudan qechib yurgan bo'lg'achqa, bu yerda ancha uzoq turolmay bu Shijindan ayrilib boshqa yurtga ketdi. Keyin bu yer Shijin o'zi yolg'iz qolgandan keyin buning bir jon kezib, jon kazdirib qilib, jon Batur azmatlar bilan tunishib, maharet sinishib, yangi maharetlarni o'rgangisi o'zini bir taraqqiy qildirgisi kelib ketdi. Mushundaq kunlarning birisida bunun onasi kesel sebebinden tugab ketdi. Uzoq o'tmay bunun dadısımı apısının kendinden ketdi. Şunun bilan buni zayamda boshqurgan odami yo'q. Bu Shijinning bir tortishgan odami yo'q. Şunun bilan bu rasmiy bir jonkazdirlik hayotini boshlaydi. Ustozi Wang Jinni izlash bag'isida bu yerga Kayfing diyori, Sharqaston u bu yerlarga bordi. Bir alam martin bunchalik o'ginib qo'yganlar bir el ichida bir palvon Batur azmat atalgan bo'lmaydiganligini. Buning uchun shundaq alkizib, yaxshilik qilib, nohaqchilikka qarshi turib degandek nurg'un so'qoqlarni boshdan kechirish lozim. Uni dirilgan shu kunlarning birida bu tasaddufiy baqavul Ludani ko'rib qoldi. Tunj ko'rganda bu qarsi bu yerga Lujishin shundoq kuchdan ko'rib urkib qechib mangan otni o'z yolg'iz kayinda esib to'xtatib qo'ydi. Kin buni bilan bu paranglashganki bu Ludaninki mijozning nayt tuz, Batur, mert, haqqoniyatchilik, chidamaydigan bir kishi ekanligini bilib, buni qattiq avaz qildi. Hamda bu yerga Lujishin bu yerda nayt mertlik bilan buni mehmon qilib, buni bilan qadidan so'p Allohning o'tgan vaqtning o'zida haliqi jin suylan voqeasi chiqdi. Buni bilan bu yerga jin suylan voqeasida bu yerga Shijin qarsa bu Luda nayt, haqqoniyatchi, muhabbat nafrati nayt aniq bir mijozni ko'rib, tahim qoyilib ketdi buningga. Bu yerda bu parangning kayinda bu yerga ustoz Wang Jinni izlaydiganligi, bu parang chiqqanki Ludaning bu Wang Jinni tunuydiganligi, bu Lujishinning Wang Jinga nayt bir ishtiyoq bo'lgan shundaq bir o'rtaq temaga ega bo'ldi-da, shular texim qizg'in paranchib bu ishkisi ish qo'yin, tash qo'yin bo'lib ketdi. Hamda Lujishin qarsa bu yerga Shijinmi bir alam marti va uning signayt bu mert bu yerdelik jinsiylan voqeasi buni pul turungini deb bo'g'cha tunji turishgan Lujishin bilan ma'qul deb oymay yendik pullarni biriktirayotgan. Qarsang bu yerga Lujishin boshqalarning bir alam marti yuqori nomi va kishilar bo'lsa yaqin bo'lib ketmaydi. Ya'ni boshqalarning odamiyligimi nayt qaraydi. Masalan, Yangshankulda qarsangmi alam marti yuqori Batur qaraqchi u bo'lgan nurg'unlar tusmi bu Lujishinning bir yaqin bo'laydigan odamlari mushundaq odamiyligi yaxshi, muhabbat nafrat aniq bir qancha aylanmalar yaqin aloqa olib o'tgan. Bunun bilan bu yerga Haydar Yigit Shijin bilan Guldor Shayx Lujishinning mayli alam marti, mayli mertligi va yak muhabbat nafrat har qaysi jihatdan bilan nayt bir yaqin bir yerga kelib, bu ikkisi haqiqiy bir sirdosh, chin birodarlarga aylanib ketdi. Undaqda bu yerga bu Shijin bu Yangshankulga nim bo'lib chiqib qoldi. Bu yerga Haydar Yigit Shijin Yangshan 108 polvon ichida nechinchi o'ringa tizildi. 4 klassga asarning mazmunini qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olishni unutmanglar. Rahmat.